To'xtang, siz nima shopirga qo'l ko'taryapsiz? $4000. Men qayerdan olaman $4000? Voy, ozgina uxlaylik. Assalomu alaykum. Sumkacham qolib ketibdi. Ha, mana sumkachangiz, mana. Ichida puli bor edi. Qani? Bilmayman, qanaqa keltirib bergan bo'lsa, shunaqa berdim sizga. U unaqa tuhmat qilmang endi. Alo. Ibi, abu. Aka, men tegmadim puliga. Bitta odam keltirib berdi menga sumkani. Shopir kimdir sumkasi qo'l ketdi deya bera. Siz keltirib berdingizmi sumkani shopirga? Ha, men keltirib berdim. Lekin ichiga tekkanim yo'q. Ha, tekkani yo'q. Unda qani ichidagi pul? Bu pulni topmasdan qo'ymayman. Aka, lekin menga ham boshqasi keltirib berdi bittasi. Bering, men aytib beraman. Bu kishiga sumkani siz keltirib berdingizmi? Ha? Unda qani ichidagi pul? Aka, men o'ylay agar men tekkanim yo'q puliga, men bu kishiga berdim. Bu kishi shopirga borib berdiki. Unda siz olibsiz shopir aka? Sizlar ko'payib ketdingizlar. Mana bu o'zi tegishli odam chaqiray, ha? Tosh shahar transport xizmati Nobilovdi. Assalomu alaykum. To'xtanglar. Men bildim, mana bu kalt olgan ekan. Mana nima bo'ras? To'xtang, siz nima shopirga qo'l ko'taryapsiz? Kechir o'rgilay. To'xtanglar. Uraver bilan hal bo'lmaydi. Kamera bor, kamerani ko'taramiz. Bo'ldi, shunday qilaylik. Ha, bu ma'qul. Aka, bu olgan ekanmi? Tez ber pulini. O onasini ko'rsin. 4000 ga shunchami? Chomlarni qo'yni, boray. Boray, ishingni qiling. Tushum ekan.